Tasavvur qiling, siz noldan bitta yangi biznes ochdingiz va atigi 1 oy ichida har kunlik оборотini 15 million so'm summaga olib chiqdingiz. Bu hech qanaqa target reklamalarisiz, ortiqcha blogerlar bilan reklamalarsiz, shunchaki to'g'ri qilingan SMM strategiya va yondashuv orqali. Gap shundaki, xuddi shu narsani men o'zimning biznesimda sinab ko'rdim. Ko'pchilikning xabari bor, может ko'rgan bo'lsanglar kerak, Instagramda 77 Cheesecake nomli kichkinagina kafe ochdim. O'zi bu kafening g'oyasi qayerdan keluvdi? 1 yil oldin ayolim bilan Yevropa sayohatiga chiqqanimizda Ispaniyada bo'ldik. Va Ispaniyani o'zida birinchi o'sha San Sebastian cheesecake'larini tatib ko'rdik. Barselona shahrida yurganimizda bitta joyga ko'zimiz tushdi. Uning nomi 99 cheesecake edi. Odamlar очередь bo'lib turishibdi. Tam biz ham yarim soatmi, 45 minut kutdik, o'sha очередda turdik va oxiri cheesecake tatib ko'rdik. Menga juda ham yoqdi. Keyin cheesecake bo'lgan qanaqadir menda yaxshi ichimda hissiyot paydo bo'ldi. Yaxshi ko'rib qoldim qanaqadir. Uni ona yurtiga boraman dedim. San Sebastianga bordik keyin qaytishdi. San Sebastianga kirib, u yoqda ham cheesecake'larni tatib ko'rdik. Va u yoqda o'sha noyob cheesecake'larni ko'rganimdan keyin men обязательно bu biznesni O'zbekistonda ochishim kerak dedim. O'zbekistonda xudo xolasa qilaman dedim. Hatto O'zbekistonda ham cheesecake pishiradiganlar juda ham ko'p. Son minglab hozirgi paytda cheesecake kafelarini ko'rishingiz mumkin. Men o'sha narsani yana ochishga qaror qildim. Bundan 1 oy oldin o'sha kafemni zapusk qildim, ya'ni boshladim va kafemni mana hozirgi kunga kelib kunlik obroti 15 million, даже undan ham ko'prog'iga chiqdi. Va qolaversa, bu bizlarning to'liq harakat bilan ishlaganimizda emas. Bu shunchaki atigi 3-4 soat ishlaganimizda. Nimaga? Chunki men o'ylamagandim, что ro'za oyi bo'ladi bu. Bunaqa tez bo'lib ketmasligi mumkin, bunaqa klient ko'payib ketmasligi mumkin. Sen bo'yli birinchi oy hali odamlar bilmaydi, raqobatchilar juda ham ko'p degan qo'rquvlar menda ham bor edi. Lekin mana to'g'ri yondashuv qildik, SMM orqali rivojlantirdik va bir dona duxovka bilan kuniga kam pishirganimizda ham mana shunaqa sotuvlar 15-20 millionga chiqib ketdi. Endi biz to'liq ishimizni, to'liq imkoniyatimizni ishlatib agar qiladigan bo'lsak, qanaqa sotuvlar qilish mumkin edi? Buni prosta o'ylashga ham qo'rqadi odam. Mayli, bugun kafe ochganim haqida emas. Bugun sizlarga qanaqa qilib xuddi shu natijalarni siz ham o'zingizning biznesingizda qo'llashingiz mumkin. Va bu faqat kerak kafe bizneslariga emas, har qanaqa biznesga tushib ketadi. Sabab men aytadigan narsa bu kafe yo'nalishida yoki boshqa narsa haqida emas, aynan SMM bizneslar uchun to'g'ri qo'llash haqida gaplashamiz. Shaxsan o'zim endi biznesimga keladigan bo'lsak, 1 oy ichida biz 23 mingta jonli obunachi yig'dik. Istoriyalar ahvatini 0 dan 10 mingta prosmotrga olib chiqdik. Bu tasavvur qilsam 10 mingta prosmotr degani 22 mingta auditoriyaning ichida bu juda ham ko'p. Misol uchun 50% auditoriya ko'ryapti degani. Odatda o'zi 10% odamlar ko'radi. Misol sizda 100 mingta obunachingiz bo'lsa, o'shanda 10 mingta ko'rish mumkin. Lekin menda 20 mingta obunachi bilan istoriya prosmotrlari 10 ming, ya'ni ahvatga ko'rishlar soniga erishdi. Va bugungi videoda men sizga aynan shu strategiyalarni qadamma-qadam tushuntirib beraman. Siz ham bu videodan keyin qo'rqmasdan bitta biznes boshlashingiz mumkin va ushbu biznesingizda men aytgan strategiyalarni qo'llab ko'rishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin keling, men o'zim haqimda sizga qisqacha aytib beraman. Ismim Abror Ahmedov. Ko'pchilik bilsa kerak, 2017-yildan beri SMM sohasida ishlab kelaman. Eng birinchi olgan loyiham bu o'sha Al-Fajr soatlari, ko'pchilik biladi. Namoz vaqtini eslab turadigan soatlar. Eng birinchi loyiham o'sha bo'lgan. Hozirgi kunga kelib mana 500 dan oshiqroq o'sha loyihalarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Ularning Instagram profillarini rivojlantirib, xuddi o'zimga kafega qilgan ishlarni ularga qilib kelyapman. Va hozirda O'zbekistondagi eng yirik SMM agentliklaridan birining asoschisiman. SMM agentство bizning portfoliosida ulkan katta kompaniyalarni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Akfa, Flowers Garden, Team universiteti, Hightown City, AKFX kabi taniqli kompaniyalarni bizning mijozimiz qatorida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bunaqada tayyor bo'lsanglar, videoning asosiy qismiga o'tamiz. Ya'ni men sizga ushbu kafemni qo'llagan har bitta strategiyamni razbor qilib beraman. Qanaqa qilsam shu narsani o'zingiz biznesingizda qo'llashingiz mumkin. Keling, avvalambor kafegacha bo'lgan etapni aytib beraman sizga. Men kafeni prosta tak turib o'rtoqlar, mana kafe ochildi, kelinglar deb shunday e'lon qilganim yo'q. Men ungacha ham ajotajni yaratdim. Ajotaj nima degani? Ajotaj odamlarni o'sha og'zida tilida bo'lishi sizni kafeingizmi, sizni biznesingizmi, o'sha siz haqingizdagi bo'lgan informatsiya. Men shu narsani yaratishga harakat qildim. Ya'ni kafe ochgungacha men bitta profil ochdim va o'sha profil bilan o'zimning profilimda kollaboratsiya video qo'ydim. Videoda aytdimki, o'rtoqlar, men mana shu joydan kafe ochyapman.
Va mana shu keyingi oylada, keyingi kunlarda men ushbu profilda kafem qanaqa ochilish jarayonini ko'rsatib boraman sizlarga dedim. Qayerdan nima sotib olaman, nima necha pulga tushadi, polniy kafe ochish, biznes ochishga nima narsalar kerak bo'ladi, qancha pul ketadi, qancha vaqt ketadi, hammasini ko'rsatib boraman dedim. Va bu narsa odamlar uchun juda ham qiziq. Va xuddi shunaqa ishni qildim va noldan taxminan bir 4000-5000 auditoriya yig'ib oldim. Ya'ni bu уже hali kafe ochilgungacha bo'lgan jarayon. Shu paytda o'zida istor axvatlari ham oshib ketdi. Podpischilar qo'shilishi yaxshi bo'ldi. Axvatlari juda ham katta bo'ldi. Har bitta qo'ygan videolarim 100 mingdan deyarli ko'proq prosmotr oldi. Shuni o'zida ham o'sha odamlar yangi kafe ochilayotganini his qilishni boshladi. Ochilgandan keyin bu qanaqa bo'lar ekan degan ularda kutuv paydo bo'ldi. Va kafemiz ochildi. Kafe ochilgandan keyin men ikkinchi eng yaxshi qo'llagan instrument bu storytelling. Birinchisi bu ajiotaj yaratish bo'lsa, ya'ni jarayonni ko'rsatish bo'lsa, ikkinchisida men storytelling qilib berdim. Ya'ni mana shu kafeni ochilish g'oyasini aytib berdim. Ko'pchilik nima qiladi? O'zi umuman biznes ochgani, не только kafe. Biznes ochgani shunchaki biznes ochdik, ya'ni lentani kesadi va o'zini mahsulotlarini, xizmatlarini reklama qilib beradi xolos. Lekin aslida brend nima asosida quriladi? Brend bu ishonch asosida quriladi. Agarki sizga mijoz ishonsa, shundagina siz yaxshi sota olasiz. Mijoz bilan sizni o'rtangizdagi mana bu bog'lanish, yaqinliklik, o'zini sizni xuddi yaqin o'rtog'ingizdek, mana shu kafeni bitta, mana shu biznesni bitta o'zi chasti deydi-yu, bitta qismidek o'zini his qilsagina, sizdan u qo'rqmasdan yugurib borib sota oladi. Men aynan shu narsani yaratishga harakat qildim. Ya'ni odamlarni o'zim bilan bog'lab olishga harakat qildim. O'sha storytelling videolarida bu kafeni ochish g'oyasi qayerdan keldi? Har bitta shirinliklarni topishni g'oyasini qayerdan oldik? Nima uchun aynan bu yo'nalishni tanladim? Nima uchun misol uchun bu kafeni men 1 oyda ocha olmadim-da, ochishimga 3-4 oylab vaqt ketdi. Ya'ni hamma narsani tushuntirib berdim. Что bu kafega men katta e'tibor beraman. Bu oddiygina joy emas. Prosta mahsulotlarni reklama qilmadim. Kafeni o'ziga, ya'ni ketqizilayotgan mana bu fokus, energiya deyiladi-yu, shu narsani aytib berdim. Ya'ni odamlar bildiki, что bu kichkinagina oddiy bitta kafe emas, bu qiymat berilayotgan qanaqadir bitta biznes degan narsani yoritib berdim. Va albatta bu narsadan keyin yaxshi ishladi. Odamlar hammasi o'sha video uchib ketgandan keyin odamlar kelishni boshladi. Mana shu videoyingizni ko'rdik, mana shu videoyingizni ko'rdik, Ispaniyadan g'oyasini olib kelibsiz. Unaqa ekan, bunaqa ekan, rosa upor berilibdi. Xudo xolisa o'ylaganimizdek zo'r bo'lsa kerak deb rosa ko'pchilik keldi va albatta mahsulotlarimiz ham yaxshi yomon emas. Shu sababdan ham odamlarga yoqdi, qayta mijoz bo'lib qolishdi. Chunki bu mahsulotingiz o'zini sifati ham eng kerak narsalardan bittasi. Uchinchi yondashuv bu европейский kontent qilish. Ya'ni bizda ko'pchilik bilamiz, hozirgi paytda o'zbekona kontent qiladi. Qanaqa biznes ochsa ham hamma bir xil yo Vine ishlaydi yoki hamma bir xil o'sha chef va povar kiyimida chiqib mahsuloti haqida reklama berib ketadi. Ammo hammadagi bo'lishini xohlamadim. Agar sizni biznesingiz yoki siz o'sha SMM mutaxassisi bo'lsangiz, mijozingiz qolganlardan ajralib turishni xohlasangiz, tezroq rivojlanib, tezroq ko'tarilishni xohlasangiz, siz noyob kontent qilishingiz kerak. Siz noyob kontent qilishingiz kerak. Chunki e'tibor berib qarasangiz, O'zbekistonda ham hamma rivojlanib ketgan kompaniyaning aksariyati noyob kontent, ya'ni hech kimda yo'q kontent qilgani uchun tez ko'tarilib ketgan. Misol uchun Alixon Abbani ko'pchilik taniydi. O'sha ovozsiz, so'zsiz videolar qilgani uchun, noyob, mana bu sifat bilan videolar qilgani uchun juda ham tez tanilib ketgan, to'g'rimi? Bunga o'xshash misollar aslida juda ham ko'p. Men ham xuddi shunaqa европейский kontent qo'shdim. Professional kameralarda syomkalar qilindi. Ichidagi muzikalar, ichidagi yondashuvlar, videoning ma'nosi hammasi Yevropadan olayotgan g'oyalarni olib chiqdim. Va odamlar uchun bu narsa ham yengillik bo'ldi. Hamma joyda ko'rmaydigan kontent bo'ldi. Shuning uchun ham odamlarga qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Endi to'rtinchisi aynan meni sotuvim uchun juda katta ta'sir o'tkazdi. 400-500% ga meni sotuvlarim oshirib yubordi. Ya'ni kontentlardan ham ko'ra ko'proq menga sotuv qilib berdi. Maski bu sirni aytaman, bemalol xohlagan biznesingizni qo'llab ko'rishingiz mumkin va menga ishoning, mana shu gapimdan keyin rahmat deysiz, kommentga kirib обязательно yozib ketasiz. Istoriya sizni har kunlik sotuvlaringizni ta'minlab beradi. Ishoning, bu gapim rost. Ishonmasangiz prosta biznesingizni sinab ko'ring. Bitta kafemi, bitta chexol sotadigan magazinmi, telefon sotadigan magazinmi farqi yo'q. Siz men aytgan istoriyalarni qo'yib boring va sotuv bo'ladi. Istoriyada ko'pchilik xato qiladi, shunchaki jarayonlarni ko'rsatadi. Mana biz ishdamiz unaqa yoki tam repostlar qo'yadi, buni gaplarini, istoriyalarini o'ziga qo'yadi, atmetkasini. Bizda boshqacha formatda istoriya yuritdik. Biz har bitta mahsulotlarni istoriyada aytib berishni boshladik. Misol uchun mahsulotlarni olib chiqamizda, bu mahsulotimiz mana bunaqa ta'mli, unaqali, bunga mana bunaqa qo'shilgan, bu mana bunaqa tayyor bo'lgan. Ya'ni buni liniya ko'rinishida olib ketdik. Odamlar bitta istoriyani ko'rgandan keyin keyingisini ham ko'rishga majbur bo'ladi. Ya'ni bu mahsulot tayyorlash, shu biz mana bunaqa narsalar qildik. Orada misol uchun klientlar kelganini ko'rsatdik. Mana klientlar kelyapti degan social proof deydi bu narsani, ijtimoiy isbot, ya'ni
odamlar kelyapti kafega, bizdan sotyapti degan narsani real kartinada ko'rsatib berdik. Istoriyada odamlar o'tirgani, bizdan olib отметкалар qilishayotgani, dastavkalar chiqib ketayotgani, har bittasini erinmasdan qo'yib bordik. Va ishonasizmi, o'sha qo'ygan kunimiz sotuv bo'ladi, qo'ymagan kunimiz sotuvlar nisbatan kamroq bo'ladi. Haligacha ham shu. Mana misol hozirgi kunda o'sha Parking Mall savdo majmuasida kichik yong'in bo'lgan. Bizani do'konlar ham hammasi в целом u yoqda yopilgan, lekin shunga qaramasdan haligacha ham bizda sotuv bo'lyapti, faqatgina istoriyani o'zi orqali. Chunki syomka qilamiz desak, kafemiz hozirgi paytda yopilgan, ko'chada qilamiz desak, ko'chadagi kontent menga unchalik o'zimga yoqmayapti. Shunchaki istoriyani o'zi bilan ham men xohlayotgan sotuvlar bo'lib turibdi. Ya'ni ko'ryapsiz, hech qanaqa kontent qilmagan holatda ham istoriya bilan bemalol siz xohlagan sotuvlarni qilish mumkin ekan. Endi 5-yondashuv bu eng muhim narsalardan bittasi. Bu upakovka va UTP. UTP degani bu rus tilidan o'sha уникальное торговое предложение, ya'ni sizni noyob sotuv taklifingiz, boshqalarnikidan ajratib turadigan taklifingiz. Misol uchun любой mahsulotni ajratish mumkin. Любой mahsulotni noyob qilish mumkin. To'g'rimi? Shunchaki даже yetkazish, mana bu yondashuvni o'zgartiradigan bo'lsangiz ham bo'ldi, o'sha narsa noyob bo'lib qoladi. Misol hamma telefonni bunday rasmga qo'yib, или там bitta joyiga qo'yib reklama qilib oladigan bo'lsa, siz bitta uni razbor qilib berasiz. Misol uchun telefonni ichidagi funksiyalarni aytib berasiz, или bitta qiz bola chiqib gapirib beradi uni, или qanaqadir vayn qilib yuborasiz. Bu ham o'sha boshqacha yondashuv bo'lyapti. Chem просто rasm qo'ygandan ko'ra. Biz ham xuddi shu narsani qildik. Birinchi navbatda upakovkalarni chiroyli, estetichniy upakovka qildik. Unaqa rang-barang, ranglar qilib tashlamadik. Misol bir xilla juda ham rang-barang bo'lsa, shunchalik odamlarni o'ziga tortadi deydi. To'g'ri, shunaqa narsa bor, o'ziga bittada odamlar qaratishi mumkin, lekin biz u narsani xohlamadik. Biz odamlarga sokinlik, mana bu bejviy ranglar bilan erkinlik berishni xohladik. Va ikkinchidan offer sifatida, ya'ni noyob sotuv taklifi sifatida biz kichkina cheesecake'larni ixtiro qildik desam ham bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik ko'chada 60-70 mingga San Sebastian cheesecake'ini sotadi va biz har xil ta'mli cheesecake'lar qildik va ularni razmerini o'sha 65 mingdan 3-4 barobar kichkinaroq qildik. Va narxini 20 ming so'm qilib qo'ydik. Natijada odamlar bitta katta cheesecake'ni olib to'yib qolganimdan ko'ra, mana shu kichkinadan 3-4 ta olsam menga выгодныйroq, tем более men har xil ta'mlarni tatib ko'ra olaman degan, ya'ni maqsad bilan kela boshladi. Va shu narsa, mana shu fishka bizda juda ham zo'r ishladi. Aynan shu fishka, ya'ni shu sotuv taklif haqida video qo'yganimda 1,5 million prosmotr bo'ldi. Deyarli butun O'zbekiston ko'rdi. Blogerlar kelishni boshladi, o'zlari taklif qilishdi, reklama qilib beraman, barter asosida ishlaylik. Klientlar juda ham to'lib ketdi aynan mana shu videodan keyin, aynan shu mahsulotlarimizga. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, aslida bundan o'ylab qarasangiz, juda ham noyob narsa bo'lib ketmadi bu yoqda, shunchaki yondashuv to'g'ri qilindi. Va o'sha yondashuvimizni ham SM orqali to'g'ri ko'rsatib bera oldik. Ya'ni SMda men mana shu qiymatni tushuntirib berdim. Ya'ni odamlarning muammosini aytdim va muammosiga yechim aytdim. Odamlarning muammosi bitta katta cheesecake oladi va qornida to'yib qoladi. Biz kichkinadan har xil ta'm beramiz. Natijada siz tez to'yib qolmaysiz va har xil ta'mni bitta tatib ko'ra olasiz. Bu siz uchun qo'shimcha komfort deb videolarda aytib chiqdik. Ya'ni sizni berayotgan videoingiz ham odamlarga qanchalik to'g'ri kelishi juda ham muhim. Ya'ni to'g'ri og'riqqa to'g'ri yechim berishingiz kerak. Endi qisqacha raqamlar haqida gaplashadigan bo'lsak, mana shu yerda ham qo'shishga harakat qilaman. 1 oylik axlatimizni 4 millionga olib chiqdik. Ya'ni bu deyarli hech qanaqa targetlar ishlatmasdan organikani o'zi bilan. Target juda ham kichkina summada yoqildi. Bu ayniqsa o'sha endi boshlagan paytlarimizda yo'lga qo'yib olish uchun. Aksariyat videolar o'zi tabiiy ravishda organika orqali rekomendatsiyaga chiqib ketdi. Ya'ni hech qanaqa bir tiyin pul sarflamasdan odamlar bizani ko'rishni boshladi. 23 mingta obunachiga chiqdik. Istoriya axlatlari 10 ming, 15 mingga chiqqan paytlari bo'ldi. Va sotuvlarimizdan albatta kunlik oboroti 15-20 millionga chiqib ketdi. Bu tag'in ham o'sha to'liq ishlamagan holatimizda. Bu raqamlarni biz yana ham ko'tarishimiz mumkin edi. Ya'ni 15 million emas, buni misol uchun 20, 30, 50, 100 milliongacha bemalol olib chiqsa bo'lar edi. Lekin afsuski yaqinda o'sha boya aytgandek Parking Mall savdo majmuasida kichkinagina yong'in bo'ldi, lekin shunga qaramasdan ancha muddatga yopilib qoldi. Haligacha ham hozirgi kungacha yopiq bo'lgani uchun biz bu narsalarni ko'tarib olishga sekin-sekin bo'lyapti juda ham, chunki kontent ishlamayapmiz. Ya'ni ko'ryapsiz, o'zingiz mana shu yerdan tayyor dars olsangiz bo'ladi. Agar SM yuritilmasa, siz dastavkaga ishlaysizmi, mahsulotingiz qo'lingizda bo'lsa ham SM yuritilmasa, sotuvlar avtomatik kamayadi va o'sishingiz juda ham sekin bo'ladi. Tag'in o'zim SM mutaxassis bo'lganim uchun shunchalik men sotuvlarni saqlab qolaman va juda ham sekin miqdorda bo'lsa ham o'sib ketyapti. Kafemiz ishlamagan holatda, SM yuritilmagan holatda faqatgina istoriyani o'zi bilan. Hatto target ham o'chirilgan. Chunki targetlarni yoqsam bilaman, klientlar yopirilib kelishni boshlaydi, lekin menda kafe yo'q.
yetkazib berish uchun unaqa imkoniyat hozirgi paytda yo'q. Lekin xudo xohlasa mana 1-2 kunda ishni boshlaymiz va o'zinglar ham kuzatib tursanglar bo'ladi Instagramda. Bu natijalarni xudo xohlasa bizni 10, 20, 30, 40 barobar xudo xohlasa yana oshiramiz. Va bu yil uchun men o'sha aniq qilib qo'ygan rejalarim bor va bir xil rejalarim shu hozirgi paytda ishlash jarayonida ketyapti. Bu 3 ta qo'shimcha yana filial ochish shahar o'zidan. Hozirgi paytda xudo xohlasa 2 ta filiallarimiz ustida ishlayapmiz. Ya'ni kuzatib tursanglar, SMdan qanaqa foydalanaman, mana shu kafeni mirovoy уровеньga olib chiqish uchun, eng kamida shu O'zbekistonda ichida filiallar darajasiga olib chiqish uchun nima marketing strategiyalaridan foydalanaman, qanaqa SMM qilaman, shunchaki kuzatib borishingiz mumkin va o'zingiz ham biznes ochsangiz shu narsalarni qo'llab ko'rishingiz mumkin va bular albatta ishlaydi. Endi aytishingiz mumkin, Abror aka mana shuncha narsani aytib berdingiz. Xo'p, sizni kafengizda ishlabdi. Endi siz bilasiz SMMni. Misol uchun content marketingni bilasiz, istoriyani to'g'ri yuritishni, target yoqishni, video olishni, qiymatni ochib berishni, bu narsalarni hammasini bilasiz. Men bilmayman deyishingiz mumkin-da. Muammosi yo'q. Hozirgi paytda hamma narsani o'rganish mumkin. Misol uchun SMM o'rgatadigan qancha ustozlar, qancha insonlar bor, to'g'rimi? Endi agar vdrug aynan meni o'zimdan o'rganaman deyotgan bo'lsangiz, mayli men video oxirida qisqacha sizga ma'lumot berib ketaman. Ya'ni meni o'quv dasturim haqida. Shaxsan o'zi meni o'quv dasturim yil davomida ochiq turmaydi. O'sha определённый vaqtlarda nabor bo'ladi. Misol uchun talabga qarab turib ochiladi va yopiladi. Xudo xohlasa mana shu yaqin kunlarda mana shu yil uchun 2026-yil uchun birinchi naborimni e'lon qilmoqchiman va oldindan yozilish imkoniyati bo'ladi sizlarda agar mendan imенно o'rganmoqchi bo'lsangiz. Ya'ni oldindan очередga, ya'ni bronga yozilib olishingiz mumkin. Predzapis deydi-ku. Sababi biz unaqa juda ham ko'p o'quvchi o'qitmaymiz. Bir xillarga o'xshab ana 1000 talab, 500 talab o'quvchi yo'q. O'sha sanoqli insonlar bo'ladi shu hisobi sifatda ushlab qolish uchun. Endi kursda nimalar bo'ladi? Men sizga qisqacha o'quv dasturim haqida tushuntirib beraman. Mana shu o'zimni biznesimda qo'llagan ishlarim yoki men mijozlarimni bizneslarida qo'llagan bilimlarim hammasi o'rgatiladi. Ya'ni o'sha SMM, content marketing, influence marketing, ya'ni blogerlar bilan ishlash, digital marketingni o'zi, o'sha target yoqishlar, chatbotlar ulash, video syomka montajlarigacha hamma narsa to'liq o'rgatiladi. Ya'ni bu kursni o'rganib chiqqan odam to'liq digital mutaxassis bo'lib yetishadi. Ya'ni siz bemalol любой bitta profilni olib turib, uni xohlaganingizcha rivojlantira olasiz. Xoh u klientingiz uchun bo'ladimi, xohlasangiz o'zingiz biznesingiz bo'ladimi, xohlasangiz o'zingizni shaxsiy brendingiz ham bo'lishi mumkin. Misol, meni ham mana shaxsiy brendim bor, o'zimga yarasha Instagramda umumiy jami auditoriyamni oladigan bo'lsak, 500 mingga yaqin auditoriyam bor. Ikkinchi, uchinchi profillarimni ham hisoblaganda. Asosiy profilimda bo'lsa 220 ming deyarli obunachim bor. Ya'ni bular hammasini men o'zim misol uchun o'sha bilimlarimga tayangan holatda, vaqt topgan holatlarimda ishlatib yiqqanman. Siz ham xuddi shu ko'nikmalarni o'rganasiz va o'zingizni qo'lla olasiz xudo xolasa. Endi agar chuqurroq tushuntirib bering, har bitta modulni, ya'ni kurs davomida men aniq nimalarni o'rganaman deb so'rayotgan bo'lsangiz, qisqacha aytib o'tishga harakat qilaman. Bu yoqda taxminan 7-8 ta modul bo'ladi kurs ichida. 0-modul ham bor hatto. 0-modul bu aynan shaxsiy rivojlanish. Ko'pchilik to'g'ri maqsad qo'yishni bilmaydi. Kurslarni sotib oladi, lekin natija ola olmaydi. Chunki kursdan to'g'ri foydalanishni bilmaydi. Mana shu narsalar o'rgatiladi, vaqtni to'g'ri taqsimlash o'rgatiladi. Shunga oid ma'lumotlar. Birinchi modulda bo'lsa sohaga kirish, ya'ni mana shu SMM sohasi nima, SWOT analiz nima, Instagram profilni ochish, YouTube ochish, Instagram, Facebook, Telegram har bittasini o'rganamiz. Biznes profillar qilish, ya'ni mana shu SMM yuritish uchun tayyor holatga keltirishni o'rganamiz. Ikkinchi modulda bo'lsa content marketingni o'rganamiz. Ya'ni Instagram profillarini to'g'ri qadoqlash, videolar ishlash, ularni generatsiya qilish ideyalarini, g'oyalarni qayerdan olishimiz kerak Reels uchun, sun'iy intellektlar yordamida ideyalar olish kontent uchun, rekomendatsiyaga tushish uchun, videolarni rekomendatsiyaga tushirish uchun, xuddi shu kafe, cheesecake yo'nalishidagi videolar qilib uchadigan format qilish uchun nimalar qilish kerak, har bittasini o'rganamiz. Qanaqa qilib shaxsiy brend qurish va qanaqa qilib shu shaxsiy brendingiz yoki blogingiz orqali pul topishingiz mumkin, shu yo'llarni ham ko'rib chiqamiz. Uchinchisi bu aynan mana shu boyagi kafemda ishlatgan narsa. Uchinchi modulimiz bu storieslar orqali sotuv. Ya'ni storieslarni to'g'ri yuritish, storiesdagi xatolar, storieslarni bir-biriga bog'lash, xuddi serialdek stories yuritish. Ya'ni birinchi istoriyani ko'rsangiz, обязательно ikkinchi, uchinchini storieslarni ham odamlarga ko'rishga majburlaydigan storieslar qilishni o'rganamiz. To'rtinchi modul bu albatta hamma uchun kerak bo'lgan narsa, mobilografiya moduli. Ya'ni qanaqa to'g'ri syomka qilish, qanaqa to'g'ri montaj qilish, sotuvchi videolar olish, trenddagi videolarni qilish, montajlarni qilish, muzikalar bilan, kadrlar bilan to'g'ri ishlash hammasi o'rgatiladi. 5-modul bo'lsa, bu hamma uchun kerak bo'lgan narsa, ya'ni sotuvlar uchun eng birinchi o'chiriqdagi narsa bu targeting.
Ko'pchilik biladi, что target nimaligini. Bu Instagramda chiqib qoladigan reklama. Har qanaqa biznes uchun target kerak. Любой biznesning yuragi baribir target hisoblanadi. Mana misol uchun biz 500 dan oshiqroq hozirgi kungacha loyiha yuritgan bo'lsak, ishoning 499 tasida target ishlatiladi. Chunki target sizga doimiy stabil sotuvlarni ta'minlab berib turadi. 6-modul bo'lsa, aynan shu SEM sohasini o'rganaman va SEM o'zim uchun emas, mijozlarim uchun qo'llamoqchiman. Ya'ni kimgadir mana shu xizmat ko'rsatish orqali, ularni profillarini rivojlantirib berish orqali daromad topmoqchiman deganlar uchun to'g'ri keladi. Ya'ni kadr ortida ishlamoqchi bo'lgan insonlar uchun. Misol uchun siz o'zingiz blogingizni ishlatmoqchi va siz yuz-yuzini ko'rsatishni xohlamaysiz, blog yuritishni, boshqalarning bloklarini yuritib berishingiz mumkin. Boshqalarning bizneslarini ko'tarib berishingiz mumkin. Misol hozirgi paytda mana men mana ishlarim ko'paygani sari kafe biznesini ham o'zim komandamdagi bolalarga topshirganman. U bolalar ham endi o'zi meni bilimimni olgani uchun ular yaxshi eplab ketishyapti. Misol uchun ayolim ham o'zimni kursimda o'qiganlar. Shunaqa qilib biz tanishganmiz. Ularga ham shu o'rgatganim uchun ular hozirgi paytda mana birgalikda o'sha kafeni ham SMlarni yuritishyapti. Aytmoqchi bo'lganim shuki, xuddi shunaqa mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun sizga mijoz topish haqida ham darslar o'rgatamiz. Ya'ni mijoz qayerdan topiladi, qanaqa mijozni olinadi, nimalar gaplashish kerak, shartnomalar qilish, qanaqa qilib LTV ni oshirish, ya'ni uzoq muddat mijoz bilan ishlash, qanaqa qilib chekka oshirish, ya'ni qimmatroq narxda sotish. Misol siz $200-300 sotayotgan xizmatingiz narxini siz $2000-3000 ga sotishingiz mumkin. Bunga chiqish uchun nimalar, qanaqa yo'llarni bosib o'tish kerak? Bu yo'llardan men o'tganman. Chunki meni birinchi xizmatim narxi o'sha $400-500 atrofida bo'lgan. Hozirgi kunga kelib bo'lsa $4000-5000. Bu etap kelish uchun men nimalar qildim, qaysi yo'llarni bosib o'tdim, har bittasini tushuntirib beramiz. Aynan shu modulda. 7-modul shu obunachi yig'aman, blog yuritaman degan insonlar uchun juda ham to'g'ri keladi. Aynan obunachi jalb qilish yo'llari haqida gaplashamiz. Qanaqa qilib target orqali obunachi yig'ish, qanaqa qilib bepul yo'llar bilan obunachi yig'ish, qanaqa bloggerlar yordamida integratsiya qilish orqali obunachi yig'ish, shu hammasi to'liq o'rgatiladi. Va 8-modul bu oxirgi payt trendda bo'layotgan mavzu sun'iy intellektlar. AI deydi-ku, aynan shu narsa o'rgatiladi. ChatGPTdan to'g'ri foydalanish, Chatplace'lardan to'g'ri foydalanish, ya'ni Instagramda plus qoldirsangiz, men sizga nimadir tashab beraman degan videolarni ko'p ko'rgansiz. Shunga o'xshash chatbotlar yaratish, ularni direkt bilan integratsiya qilish, barchasi to'liq xudo xohlasa aynan shu modulda o'rgatiladi. Undan tashqari aynan shu o'quv dasturini o'qiyotgan har bitta o'quvchiga kitob va workbook beriladi. Ya'ni vazifalarni aynan ushbu kitobda, ushbu daftarlarda bajarishingiz mumkin. Bu yana ham eslab qolishingiz uchun katta yordam beradi. Undan tashqari, sizlarda kuratorlar bo'ladi. Kuratorlar 24/7 xudo xolasa yordam berishga tayyor. Nima savollar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri kuratorlarga yozishingiz mumkin. Kuratorlar O'zbekistondagi eng katta agentstvalarni yuritib kelayotgan insonlar, o'zimni ta'lim olib chiqishgan va eng kamida misol uchun 20 ta 30 talab loyihalarni yuritgan insonlar bo'ladi. Va eng qiziqarlisi shundaki, hozirgi kunda kurslar juda ham ko'p, hamma biladi. Siz xohlagan insoningizda o'qishingiz mumkin. Aynan menda o'qing demayman, lekin shaxsan men o'zimni kurslarimga kafolat beraman. Chunki men loyihalar yuritib kelayotgan insonman. Men misol uchun o'zim chiqib bitta loyiham успешный o'qiganim uchun bo'ldi, men sizlarga ertaga o'rgataman deb chiqqan inson emasman. 2017-18-yillardan beri shu sohadaman. Va O'zbekistondagi siz biladigan jamiki kompaniyalar bo'lsa, o'shalarning 90% bilan mana hozirgi kungacha 20 ga yaqin komandam, ya'ni xodimlarim bilan birgalikda ishlab kelyapmiz, xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Va barcha shu 8-9 yil davomida yiqqan tajribalarimni aynan kursimda o'rgataman. Nimaga men qo'rqmasdan kafolat bera olaman deyman? Siz agar men aytganimni birga bir qiladigan bo'lsangiz, 100 dan 100 qilib bajaradigan bo'lsangiz, xudo xohlasa natijaga erishasiz. Biznes ochsangiz, biznesingizni ko'tara olasiz. Shaxsiy brendingizni boshlasangiz, o'zingizni blogingizni yuritib, shaxsiy brendingizni boshlay olasiz, qura olasiz. Boshqalarga xizmat ko'rsatib, ya'ni mijoz olib, ism agentlik quraman deyotgan bo'lsangiz, menga o'xshab bemalol uni ham qila olasiz. Ya'ni bittagina mana shu dasturni tugatish orqali siz 3-4 xil yo'llar bilan daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunchaki meni aytganimni to'liq qiladigan bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, videoni pastida men predzapisdan, ya'ni oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yish uchun link qoldiraman. Bemalol oldindan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ladi, lekin eslatib o'taman, kurs sirasi boshlanmaydi. O'sha men aytganim, men 1 yilda juda ham kam qilaman bunaqa kurslarni. O'sha asosiy ishlarimdan sal ortgan paytimda mana shunaqa videolar bilan chiqib e'lonini beraman. Xudo xohlasa tez kunlarda boshlanadi. Hozirgi paytda faqatgina oldindan ro'yxatdan o'tish uchun sizda imkoniyat bor va oldindan ro'yxatdan o'tgan insonlar uchun qo'shimcha bonuslar va chegirmalar ham beriladi. Ular haqida xudo xolasa sizlarga adminlar to'liq ma'lumot berishadi. Ulgurib qolish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib qo'ying. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga foydali bo'ldi va tushunarli bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.